8-mart 2025-yil. Olmaliq Oydin. Mana bolani kun kuzatib o'tiribman, mana Loloni bolasi ekan. Odamlar pul berib ketyapti, 2000, 3000 har xil. Ikkita Lolo ayol kelib cho'ntaklarda hamma cho'ntagi to'lib qolibdi pulga. Ikkita Lolo ayol kelib cho'ntagini tozalab ketdi. O, açki zo'r ekan-a, senga zo'r yarashdimi? Oting nima seni? Aka, qo'shiq qo'ying. To'xtab tur, qo'shiq keyin qo'yaman. Oting nima? Ismingni so'rayapman. Menga qara. Jahongir. Jahongir? Kim seni betga kelib o'tirg'izdirib qo'ydi? Opam. Opang nima deydi? Opang ketib qoldi, sen mashinada o'tirganingni ko'rsa ushadimi? Joyingga borib o'tir deb. Pul ishla deydimi? Nima deydi? Opang nima deydi? Hamma pulingni olib qo'yapti, olib ketdi-ku, ikkita. Boya qaysi biri edi opangga? Pul berganing? Qo'shiq qo'ying. Qo'shiq qo'ying. Tegma hech nimaga. Hozir qo'yib beraman. Nechiga kirding? 4ga. 4ga? 4 4ga kirdingmi? Har kun chiqasizlarmi shu yerga? Qancha pul ishlaysizlar har kuni? 5 Sanashni bilasanmi? Tegma, hech nimaga tegma. Aka. Jahongir. Jahongirmi isming? 1000 so'm bering akajonlar aytib berasiz. Bilasanmi? Aytib ber chiqani. Tegma hech nimaga, tutaverma. Bor joyingga, oying kelyapti. Qani? Opang kelyapti ana. Ana svetofordan o'tyapti. Bor, tez bor. Joyingga o'tirib ol. Vперед, bor. Tez bor joyingga o'tirib ol, bor. Ana. Opang kelyapti desam, yugurib borib ketdi, joyiga o'tirib olyapti. Ikkita ayol kelib, yosh ayollar, yetim qoldim, bu narsalar deb yozib tashlabdi qog'oziga. 4 yashar bola ekan shu. Mana ketdi onasi. O'z qizil ro'moldagi onasi ekan, yoshgina haligi ekan, buni yetim deb yolg'on bilan yozib qo'liga ushlatib qo'yibdi. Kontrol qilib turibdi. Meni mashinamga chiqqani uchun ha, yoqdan yugurib keldi onasi. 4 yashar boladan nima gunoh endi?